Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Kamina har doimgidek Usta Muhammad Yusuf. Jamoamiz bilan birgalikda navbatdagi Andijon viloyati Izboskan tumani Lug'unbek qishlog'idagi tunikafon xizmatimizni yakuniga yetkazib berdik. Bu xonadonimiz atigi 31 million 150 ming so'mga to'liq holatda choksiz tarnovlari bilan birgalikda tunikafonlari qilib berildi. Xonadon egasini ovora qilmagan holatda. Qadrdonlar, sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyida raqamlarni qo'yib qo'yapmiz, aloqaga chiqasizlar. Xudo xohlasa uyda egasini ikki og'iz fikrini eshitasizlar ustalarimiz haqida, tunikafon ishlarimiz haqida. Agar sizlarga ham ma'qul kelib qolsa, bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Tog'a, bir minutga endi o'zingizni fikringizni. Assalomu alaykum. Sog'larsiz, yaxshimi, charchamayapsiz? Tuzimisiz? Tuzimizlar. Ikki og'iz endi vatandoshlarga bir fikringizni aytib qo'ying bu tunikafon haqida. Mana tunikafon ukalarim Muhammad Yusufni brigadasi shunchalik Rahmat. Yo'q, yaxshi qo'raman, rahmat. rahmat. Uylarimiz ochilib, chiroyli. Bechiqim, anaqalar uyda egasi hech bola olib kelmaydi ekan. O'zlar hamma yo'q o'zlaridan. Xizmatlari yaxshi, ma'qul keldi, rahmat. Nima deyman endi? Bo'ldi. Shunchalik qilib berdilar sizlarga rahmat. Tog'a, sizga ham rahmat. Yaxshi kunlaringiz buyursin, to'ylar qiling, xudo xohlasa. Sizlar ham to'ylarga nasib qilsin. Rahmat. Qadrdonlar, xudo xohlasa mana shunaqa qilib xonadonimizni to'liq tunikafon qilib berdik. Sizlar ham tunikafon qilmoqchi bo'lsanglar, o'ylanmanglar, ikkilanmanglar, adashmanglar. Birinchi o'rinda ishonchlik, ikkinchi o'rinda xudo xohlasa qo'ldan kelgancha sifatlik qilishga harakat qilamiz. Tarnovlarimiz ham mana bu yerda 70 ming so'mdan qo'yib berganmiz. Choksiz, faqat burchaklarimizda choklari bo'ladi. Qolgan joylari butun holatda xudo xohlasa qilib beriladi. Xonadonimizga do'stlar 30 million 150 ming so'm pul ketdi. Mana o'zingizlar ko'rdinglar video jarayonida. Agar ma'qul kelsa, xudo xohlasa bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Qarindosh urug' yo do'stlaringiz tunikafon qilmoqchi bo'lib o'ylanib yurgan bo'lsa, ikkilanmasdan bemalol tavsiya qilishingizni aytaman do'stlar. Qo'rqmasdan mana shu biz jamoamizni xudo xohlasa taklif qilsanglar, xudo xohlasa yuzinglarni yorug' qilishga harakat qilamiz. Hammalaringga videoda o'tkazmasdan oxirigacha ko'rganlaring uchun rahmat deb qolamiz. Qadrdonlar, yana bir narsani eslatib o'tib ketishim kerak. Tunikafonda materialni kvadratiga pul olinadi, joyni kvadratiga emas. Sababi joy 100 kvadrat bo'lsa, bu joyga 100 kvadrat tunikafon ketmaydi. Bu joyga do'stlar fasoniga qarab 150 kvadratdan 250 kvadratgacha tunika ishlatiladi. Sizlar ketgan tunikaning kvadratiga pul sanab berasizlar. Qo'ldan kelgancha informatsiya berishga harakat qildik. Xudo xolasa qolganini do'stlar telefon qilsanglar kelishib olamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat.